Greenleaf korporatsiyasining iLife brendiga tegishli yana bir ajoyib mahsulotimizni obzorini qilib ko'rsatmoqchiman. Ushbu mahsulotimiz dush geli, ya'ni gel для dush, yuvinish vositasi. Og'irligi 500 gramm, ko'rinishi xuddi mana shunaqa, o'zini maxsus dozatori bor. Bitta najatiya, bitta bosganda yetadi o'zi. Yaxshi ko'piradi. Orqa tomoni mana bu QR kodlari halol mahsulotimiz. Bu gelimizni asosiy xususiyati shundan iboratki, terini yoqimli va mayin namlantiradi. Bitta bosganda, mana bitta shuni o'zini bosganda juda yaxshi ko'piradi. Hidi ham ajoyib, yoqimli. Murskoy ham emas, jenskiy ham emas, har xil mevalarni hidi keladi. Bu bilan cho'milgandan keyin hidi 24 soat mobaynida teridan ketmaydi. Hatto kiyimlaringizga ham o'tib ketadi. Ya'ni atir yoki qanaqadir badan uchun sprey sepishga hech qanaqa hojat yo'q. Hozir mana shu mahsulotimizni qanaqa darajada ko'pirishini ko'rsatmoqchiman. Va qolaversa sizlar uchun pH indikatorida ham ko'rsatib beraman mana. Aynan shuni o'zini suvda qanchalik ko'pirishini ko'rsataman hozir. Hidi mana shunaqa binafsha rang. Mana solgandan keyin endi buni qay darajada ko'pirishini sinab ko'ramiz. Mana uje qopqog'ini yopgan bo'lsam ham hidi chiqib ketdi hamma yoqqa. Mana penasi to'lib ketdi. Endi uje toshib ketyapti. Buni bilamiz, hammani ham terisi bir xil emas, har xil narsalar yoqmaydi. Чувствительный ko'rsalar bor, sezuvchan terilar, ularga allergiya berishi mumkin va hokazo. Bular uchun maxsus pH indikator yordamida gelimizni tarkibida ximikati bor yoki yo'qligini ham tekshirib beraman hozir. Bir dona olamiz. Buni oldingi videolarimda ham aytib o'tib ketganman. Agar mana shu sariqni rangi mana bulardan biror xil tusga o'zgaradigan bo'lsa, demak tarkibida ximikat bor. Mana solib ko'ramiz. Agar tarkibida ximikat bo'lganda solganimdanoq sirasi rangi o'zgargan bo'lar edi. Ko'rib turganingizdek, hech qanaqa rangi o'zgarmadi. Demak, bemalol sezuvchan terilar ham foydalanishi mumkin. Tarkibida hech qanaqa ximikat yo'q, teriga zarar yetkazmaydi va eng muhimi allergiya bermaydi. Barchaga tavsiya qilaman. Har kuni foydalanish uchun mo'ljallangan.